Grivimi Karis qaynonam bilan chesnok sistemasini olgani Balinsaga. Karis qaynonam bugun ataylab birga aylangani boramiz deb ishxonalardan javob so'ragandilar. Chunki Koreyada meni yaqin dugonam ham yokida qarindoshim ham yo'q. Shuning uchun Karis qaynonam ba'zida meni aylantirgani o'zlari olib chiqib turadilar. Sovuq kunda aylangani borib nima qilamiz? Keling undan ko'ra charchoqni qoldiruvchi sistema olib kelamiz deb Karis qaynonamni ko'ndirdim. Qaynonam bu yerda telefon videoga olayotganini bilmay qoldilar shekilli qarashlarini qaranglar. Bu megajin yana xonasini rasosini chiqaribdi-yu deb qarayaptilar. Har safar osmonda samolyot ko'rsam, qaniydi men ham shu samolyotga chiqib O'zbekistonga yetib olsam-ku deb orzu qilib qolaman. Bugun qaynonam umrlarida birinchi marta men uchun ham yo'l kira to'layaptilar. Eng qizig'i chesnokli sistema borligi haqida Karis qaynonam umuman eshitmagan ekanlar. Shuning uchun qaynonam men karismanmi yoki sen karismisan deb kulishdilar. Chesnok sistemasini 40 minut olib yotish kerak ekan, shuning uchun hojatxonaga birinchi borib keldim. Sistema qo'yishdan oldin meni qonimni so'rab olishdi, chunki qon analiziga ham topshirib qo'ymoqchi edim. Ishonaveringlar, umrimda birinchi marta ukol qilayotganda hech narsani his qilmasligim. Menga-ku sistemani yaxshi qo'yib qo'yishdi, lekin Karis qaynonamni tomirini topolmagani uchun qo'llarini ko'kartirib olishdi. Bu yerda Karis qaynonam kelinim meni charchoqni qoldiruvchi sistema olishga olib keldi deb oshnalariga maqtanyaptilar. Bu sistemani olayotganingizda og'zingizdan va burningizdan chesnokni hidi kelib turar ekan. Chesnokli sistema immunitetni kuchaytirib, suyaklardagi og'riqlarni yo'qotar ekan va даже charchoqni ham qoldirar ekan. Va buni narxi atiga 35 ming won.